Assalomu alaykum akalar, mana polniy polirovka bo'ldi. Hisobda lekin mana uning ustidan bizni ko'nglimiz to'lmadi. Qaytadan shilib, qaytadan qilyapmiz. Bo'lmasa mana polniysi bo'lgan mashina nimalariga olib chiqarib yubordik hisobda. Keyin mana unisini ham mana shilib nima qildi, sepilgan ekan. Qolgan yerlari mana polniy bo'ldi. Birinchi, ikkinchi sloylari bo'ldi. Bu yoqlari ham bo'ldi. Mana polniy 1-2lar bo'ldi. Mana polniy bo'ldi. Hozir ko'rinib turibdi bo'lgan joylari. Maillari ham nomerlarni taylariga qo'yib yubordi akalar. Keyin qarasak, mana undan hali ko'nimiz, ichimiz chiqmadi. Shunga qaytadan qilib sepilgan ekan. Mana o yerlarini yana shilamiz. Hozir shilib turib polirovka qilamiz. Chiroyli bo'ladi, xudo xolasa. Chiroyli qilyapmiz.